Sekin qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Ha qani? Ha ana. Sekin. Yuqoridagi videoni hammalaring ko'rdilaring. Juda ko'pchilik o'ylashi mumkin bu bemorda insult bo'lgan yoki qanaqadir disk grijalari, bel umurtqalari, ko'krak, bo'yin sohalari natijasida shunaqa yuribdi deb o'ylashlari mumkin. Lekin bu bemorda boshqa holat, hamma kasallik ham grijadan kelib chiqavermaydi. Odatda juda ham ko'p eshitamiz, grijadan yurolmay qoldi, grijadan turolmay qoldi, lekin bemorni yaxshilab tekshirish zarur. Ya'ni yuqoridagi bemorimiz bizga Namangandan murojaat qilgan, bizga kelganda bemor to'liq yura olmasdi, o'rnidan hattoki tura olmasdi ham. Mana hozir yuqoridagi videoda bemorimiz qadam tashab, asta-sekinlik bilan yurishni boshlayapti. Bemor kelganiga roppa-rosa 1 oy bo'ldi va 1 oylik natija hozirgi holatda shu. Bir kunda turib yurib boramiz demaymiz, silamaymiz, siypamaymiz, bo'ladigan butun dunyo standartlari asosida davo choralarini olib boramiz. Ya'ni bemorda nima bo'lgan o'zi hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Juda ham oddiy holat. Birinchi o'rinda men tashxisni qisqacha aytib o'taman va keyinchalik tushuntiraman. Ya'ni bu bemorga qo'yilgan tashxis o'tkir osti kombinatsiyalashgan degeneratsiya. Tashxis birmuncha sizga qulog'ingizga yoqmaydi. Может, siz hozir bu tashxisni eshitib videoni o'tkazib olishingiz ham mumkin tushunmaganingizdan. Chunki oddiy narsalarga xalqimiz o'rganib qolgan, ya'ni oddiy so'zlarni ishlatishga. Ya'ni bemorda B12 vitamini yetishmovchiligi fonida bemorda xuddi shunaqa holat kuzatilgan. Qiziq, nimaga bemorda B12 vitamini yetishmay qoldi? Sababi oddiy, bemorda oshqozon ichak kasalliklari mavjud bo'lgan va aynan B12 vitamini so'rilishi bemorda buzilgan. Natijada orqa miyada kuchli demilinizatsiya, ya'ni nervlarning yemirilishi kuzatilgan. Men sizlarga hozir aynan orqa miyani qaysi strukturasi buzilganligi va bemorda qanaqa klinik belgilar bo'lishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni bilasizlar, bizda umurtqa pog'onasi kanali bor va aynan ana shu kanalda bizda nima joylashgan? Orqa miya joylashgan. Va orqa miyani kesib turib, ko'ndalang kesimini ko'rganimizda bizda hozir ya'ni kestimda sizga burib ko'rsatyapman. Mana bunaqa yumaloq shakldagi holatni ko'rasiz. Ya'ni kesilgan orqa miyani yuqoridan ko'ramiz va bizda buni ichida oq va kulrang modda bor. Oq va kulrang moddadan iborat. Mana bu kapalak shaklidagisi bu kulrang modda hisoblanadi. Ya'ni bilasizlar, hayvonlarda ham haligi nima deydi, qo'ylarda umurtqa pog'onasining ichini ochganingizda ilikka o'xshagan narsa chiqadi. Odamda ham xuddi shunaqa narsa bor. Biz buni orqa miya deymiz va ichida kulrang va oq moddadan tashkil topgan qismlari mavjud. Va mana bu orqa miyani yuqori qismi, ya'ni orqa ustun deb nomlaymiz odatda. Bu orqa ustunda bizda chuqur sezgi joylashgan. Yon ustunlarimizda esa miyacha yo'li, ya'ni muvozanat markazi yo'li joylashgan va harakat yo'li joylashgan. Aynan vitamin B12 yetishmovchiligi kuzatilganda bemorlarda orqa ustun, yon ustundagi miyacha yo'li hamda harakat yo'li zararlanadi. Natijada bemorda qanaqa klinik belgilar mavjud bo'ladi desak, 3 ta katta klinik belgi. Bu birinchisi chuqur sezgi yo'li buzilishi natijasida bemorda sensitiv ataksiya, ya'ni bemor ko'zini yumganda og'anab tushadi. Farqi yo'q qaqa og'anashidan. Keyingisi miyacha yo'li zararlangan bo'lsa, muvozanat buzilishi, hattoki ko'zi ochiq holatda bo'lsa ham, endi harakat, ya'ni yo'li zararlansa esa bemorda harakatni buzilishi, ya'ni oyoqlarda kuchsizlik, quvvatsizlik vujudga keladi. Demak, bemorda ko'ryapsiz, yurganda qiyinchilik bilan muvozanat buzilishi bor hamda demak sezgi yo'llari buzilganini hisobiga ko'zlarni yumsa yiqilib tushishi mumkin. Lekin bizga kelganda bemor butunlay yurmagan, chunki o'rnidan turganda og'anab tushgan. Hattoki qadam tashab oyoqda kuchi yo'qligi uchun yura olmagan. Hozirgi yuqorida videoda ko'rdilaring, bemor qadam tashab yerda his qilishni boshladi va o'zi asta-sekinlik bilan yurishni boshladi. Bu o'zi bunaqa kasallik holatlarida juda ham ajoyib natija hisoblanadi.
Agar siz ham yura olmayotgan bo'lsangiz yoki boshqa qarindosh tanish bilishlar ham yura olmayotgan bo'lsa, aynan nega bemor yura olmayapti, nega bemorda muvozanat buzilyapti degan savollarga javob topish kerak. Bu ya'ni to'g'ri tashxis qo'yish kerak. To'g'ri tashxisdan so'ng to'g'ri reabilitatsiya, to'g'ri parvarish va to'g'ri davo choralari orqali bemor ancha yaxshilanadi, ya'ni yaxshi tomonga yuradi. Aynan bu bemorimiz ham birinchi kelganda nimalar qildilaring deganimda 5 oy davomida o'zini kasal hisoblashgan, tuya sutini ichdik deyishgan, giyohlar hech narsa qolmagan. Ya'ni tabobat olamidagi juda ko'plab usullarni qilib ko'rishgan va bemor faqat orqaga ketgan, ya'ni bemorning holati yomonlashgan. Shu uchun tabobat va hozirgi tibbiyotni birga qo'llash kerak. Ajratmagan holatda birinchi o'rinda shifokorga murojaat qiling, to'g'ri tashxis qo'ydiring, keyin qolgan masalalar haqida gaplashish mumkin. Agar tabiblar yoki boshqalar tabobat olamidagilar ham sizga yordam bermoqchi bo'lsa, iltimos kasallik sababini tushuntirib berishini so'rang. Bizga murojaat qilsangiz, biz sizga doim chizib, bo'yab, kasallik qayerda bo'layotganini tushuntirib beramiz. Shunchaki bu ziyondan ekan deb qo'ymaymiz. Lekin hamma narsa bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling.